Bugungi videomiz bu yurak ekstrasistoliyalari haqida gaplashamiz. Ekstrasistoliya bu nima degani? Ekstra bu ortiqcha, sistola degani bu qisqarish degani. Demak, yurakning ortiqcha qisqarib qo'yishi. Muddatdan oldin ortiqcha qisqarib qo'yadi. Shuni hisobdan ozgina muddat dam oladida, qaytib keyin yurak yana ishlashni boshlaydi. Shuning uchun demak, bunaqa aritmiyasi bor bemorlarni bezovta qiladigan narsa yuragim чувство замирания deydi, ya'ni yurak to'xtab qolgandek bo'ladi. To'xtab qoladi yoki tomog'iga narsa tiqiladi, nafas siqishi mumkin. Ekstrasistoliyalar xavfli, xavfsizga bo'linadi. Xavfli ekstrasistoliyalar bular o'z-o'zidan birinchi xavfli zonada joylashgan bo'ladi va xarakteri jihatidan xavfli bo'ladi. Ya'ni bir chiqarsa ketma-ket 5-6 ta yoki 10 ta, 15 ta chiqarish mumkin. Xavfsiz ekstrasistoliyalar bu asosan odatda ular bir dona joyda chiqaradi va joylashgan joyi ham demak xavfsizroq joylardan bo'ladi. Shunga qarab ikki katta guruhga bo'linadi. Ekstrasistoliyalarni nima qilish kerak, qanaqa davolash kerak? Ekstrasistoliyalarni davolashdan oldin ular har doim sababi aniqlanadi. Nima sababdan paydo bo'ldi? Ko'pincha ekstrasistoliyalarning sababi bizlarga keladigan bemorlarda noma'lum bo'ladi. Biz ya'ni idiopatik ekstrasistoliya deymiz. Sababi nimadir bo'lgan vaqtida, lekin hozir danna время bu sabab yo'q. Lekin bemorni ekstrasistoliya bezovta qiladi. Ekstrasistoliyalarni davolash har xil bo'ladi. Ya'ni davolash effektivligi ko'p parametrga bog'liq. Agarda ekstrasistoliya chiqarayotgan o'choq bir dona bo'lsa, kamida bir sutkada 6000-7000 ta ishlasa, bunga yaxshi variant o'sha o'choqni kuydirish hisoblanadi. Agarda o'choqlar soni bir nechta bo'lsa va bir kunda bu narsalar допустим 3000 ta, 4000 ta yoki undan ham kamroq chiqariladigan bo'lsa, bunaqa hollarda biz bunaqa bemorlarga dori bilan davolanishni tavsiya qilamiz. Xavfli ekstrasistoliyalar kam bo'lsa ham, demak xavfli formaga ega bo'lsa, biz bu bemorlarga elektrofiziologik tekshiruv, ya'ni ekstrasistoliyani uyg'otish variatsiyalarini beramiz. Ya'ni uyg'ota olsak, o'sha o'choqni kuydirishni tavsiya qilamiz. Shuning uchun hamma bemorda har turdagi ekstrasistoliyalarda davo taktikasi har xil bo'ladi. Buni demak aritmolog sizga holter taqib EKG echo qilgandan keyin to'liq informatsiya beradi.